Xitoydan keltirilgan blooming choylarimiz. Hozirligi buni damlab qanaqa reaksiyaga kirishini ko'rsataman. Ananasligi. Buni har xil ta'mligi bor. Hozirda biza olib kelgan ta'mlarimiz uzumli, ananasli va mangoli. Hozir men ananasli damlab ko'ryapman. Qanaqa reaksiyaga kirishini hozir ko'ramiz. Buni olasiz, mana shu bir donasini choyga damlaysiz. 5 minutga tindirib qo'yamiz. 5 minutga tindirganimizda gullarimiz ochilib, reaksiyaga kirishib, bir ranglari ham o'zgacha bo'ladi. Operator buni yaqinroq oling. Buni hidini qarang, reaksiyaga kirishini qarang, buni ochilishini qarang. Bay. Endi buni bitta ichib ta'mini ko'ramiz. Endi buni qarang. Bay. Qadlarini qarang buni. Qatdan topaman sizga mana shuna Xitoy choylarini. Bismillah. Negativlar. Negativ yozguncha kelib mana shu choydan ichlaring. Pozitiv bo'llaring. Ahil bo'linglar. Chaqchuqarni yangilik qilishdan to'xtamaydi. Foydali ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz bizga obuna bo'lib qo'ying.